go'zallasharmish. Qani biror badbaxt sevib yoki sevilib bo'lsin-chi. Men ularning ikkalasining orasiga nafrat joylayman. Xiyonat joylayman. Va'da beraman. U halok bo'ladi. Yo'q. Tushun xotin, tushun. Qizimiz mayor bilan gap so'z bo'lib badnom bo'ladi, badnom. Agar bu so'zlar uning otasi grafning quloqiga yetib borsa bormi? Tepamizda qora bulutlar aylanishi hech gap emas. Qanday bo'lmasin, mayorni bu yerdan nari qilaman. Yana mendan lozimi qizni tiyib olish. Bor gapni hammasini yetkazish grafga u ham mening vazifam. Sen u yigitni qizimizga uylanadi deb o'ylaysanmi? Ha, yo'q, uylanmaydi. O'zga o'ydash qilib olsa oladi, uylanmaydi. Bu oqsen apandalarning kirmagan buzuq ko'chasi, qilmagan hiyla-nayranglari qolmadi hisob. Qizingni abayla, ehtiyot qil. Seni baribir ko'zingni baqraytirib turib, qizingni boshini aylantiradi. Nafs qongandan keyin esa qizingga qiyo ham boqmay etagini silkib ketaveradi. Bu nima deganing? Xudo saqlasin. Shuning uchun ham unga o'zimiz ko'z quloq bo'lishimiz kerak. Uni avaylashimiz kerak. Chunki qizimiz chiroyli, bejirim, qaddi qomati kelishgan. Azizim, sen uni o'qib ko'rsang edi. Mayor qizingga qanday muloyim, shirin xatlar yozadi. Azizim, mayor qizingni qanday sevishini shu xatlarning o'ziyoq ochiq-oydin ko'rsatgan-ku. Mayor qizingga qanday yaxshi kitoblarni keltirib beradi. Luiza esa shu kitoblarga qarab ibodat qiladi. Nima? Ibodat qiladi? Ana xolos. Demak qizing bu kitoblardan yaramas qo'ymag'ur xayollarni boshiga to'plab olyapti. Ana unda u otasidan qolgan zo'rg'a saqlanib qolgan iymondan ham ayrilib qoladi. Bu kitoblarni yo'qot deyman. Mayorga men unga yuradigan yo'lni ko'rsatib qo'yaman. Aqlingni boshingga yig'. Bir hadyaning o'zidan biz qancha olamiz axir? Qizingni nomusi toptarish ilizga olasanmi? Yo'qol ko'zimdan. Men undan ko'ra bir nonni eshikma-eshik musiqa chalib tilanib yeyman. Ammo qizimni baxt saodatini sotib olish uchun beriladigan pul hadyalarga asli qo'l tegizmayman. Menga qara, senga shuni aytib qo'yayki, mayor von Walter afandining xohishini rad qilib bo'lmaydi. U axir grafning o'g'li. Shuning uchun ham shu bugunoq bu ishga chek qo'yish kerak. Agar yigitning otasi graf aqlli odam, vijdonli odam bo'lsa, menga rahmat aytadi. Hozir bir to'ppa-to'g'ri aytaman. Mening o'g'lim va meni qizim sizning o'g'lingizga yoqib qolibdi. Ammo sizning o'g'lingizga meni qizim xotinlikka munosib emas. Ammo o'ynash qilib olish qimmatga tushadi deyman. Bu siqachim millatning kimligini bir ko'rib qo'ysin. Aynan xuddi shunday qilish kerak. Xavotir oldik-ku. Onajon, otajon, biz Ferdinand bilan raqs mashqlarini bajarayotgandik. Mening Luizam
loqal mening oldimda bu ismni unutgan bo'lsa kerak deb o'ylagan edim ha. Bilaman, otajon, mening qalbimga nashtar urayotirsiz. Lekin kechikdingiz. Men faqat uning haqida biroz o'ylasam deyman. Agar shu kalta umrimni uning gul yuzlariga tegib o'tgan, toza, mayin shamol bilan nafas olib ado qilsam edim. Bu men uchun qanday baxt edi, onajon. Opog'im, axir sevish jinoyat emas-ku, otajon. Quloq sol, Luiza. Agar sen shu mayordan yuz ko'rishmas bo'lsang edi, meni qolgan umrimni sen uchun bag'ishlashga tayyor edim. Yo'q, siz bunday demoqchi emas edingiz. Mehribon otajonim. Xudo uni mening baxtim uchun yaratgan. Men uni birinchi marta ko'rgan chog'imda yuzimga qon yugurdi. Yuragim sevinchga to'ldi. Har yurak tepishi, har bir olgan nafasim menga bu o'shaning o'zi. Ha, bu o'shaning o'zi deb ovoz berardi. Shunda mening ko'nglimda ilk bora tong yorishdi, otajon. Luiza, oppog'im, ovunchog'im, shu keksa cholning hayotini ol. Hamma narsani ol. Otajon. Lekin mayorni senga ravo ko'rmayman. Otajon. Senga ravo ko'rmayman. Ravo ko'rmayman. Otajon, to'xtang, otajon, to'xtang. Yo'q, o'g'lim. Men bunga asli ishonmayman. Janob oliylari, agar ijozat bersangiz, barcha dalil isbotlarni sizga ko'rsatsam. Aytaylik o'g'lim, o'shanday bir faqir qizga xushomadlar ham qilgan bo'lsin. Buni kechirish mumkin? Ha. Buni qandaydir bir muzikantning qizi dedingiz shekilli. Sozmi o'zi? Janobim, oppoq, mo'mixday, kuydirma jonlarning eng o'tkiri, o'rtadagi tannoz qizlardan sira qolishmaydi desam, mubolag'a bo'lmaydi. O'zingizga ham yoqqanga o'xshaydi, o'g'lim. Janob oliylar, qo'ysangizchi. Bu gapdan xursandman. O'g'limni didi bor ekan. Men astoydil ishonamanki, siz raqibingizni yenga olsangiz, jon derdingiz. Lekin bunday go'zal qizni mening o'g'limdan tortib olmoq siz uchun ancha mushkul. Shuning uchun ham siz meni ishga solmoqchisiz. Men sizning bu qadar hiylakor bo'lganingizga xursandman. Ammo vurun, shuni bilib qo'yingki, hiylani evida qiling. Ammo mening yo'limga to'g'anoq bo'la ko'rmang. Janob oliylari. Agar bu ishga rashk aralashganda edi, siz meni ko'zimdan payqagan bo'lardingiz. Xavotirlanmang. Tez kunda raqibingizdan qasos olib, dimog'ingiz chog' bo'ladi. Xo'sh, janobim. Mening kabinetimda bir buyruq yotibdi. Xo'sh. Bu buyruqqa ko'ra Lady Milford xonim yangi gertsogina xonim kelib qolganligi sababli ko'cha ko'rsinga erga tegishi lozim. Bilasiz, bu men bunday yuqori lavozimga faqatgina Lady orqasidan ega bo'ldim. Shunday ekan, Ferdinand faqat Ladyga uylanishi lozim. Masala ravshanmi? Janobim, shunday ravshanki, ko'zlarim qamashib ketdi. Siz judayam to'g'ri yo'ldasiz, janob. Lekin o'g'lingiz bu taklifingizga qattiq norozilik bildirsa kerak. O'g'lim, men shunday bo'ladi dedimmi? Shunday bo'ladi.
Bu gapni eshitgan chog'da uning chehrasida paydo bo'lgan o'zgarishlar yo sizning gumoningizni tasdiqlaydi, yo yo'qqa chiqaradi. Janob oliy, agar ijozat bersangiz, bo'lak bir jiddiyroq sinov yo'lini sizga taklif etaman. Xo'sh, Bugun butun mamlakatni izlab, onasi o'tmagan eng go'zal bir qizni topingiz. Agar o'g'lingiz shunga xo'p desa, mayli, men roziman. Sekretariyingiz Voronni badarda qilingiz. shundaymikin, Vorum? Shunday, janobim, shunday. Bilasizmi? Qizni onasi uchiga chiqqan ahmoq xotin ekan. Laqqa tushib, hammasini menga gapirib berdi. Xush kelibsiz, sekretar efendi. Nihoyat poyqadamingiz bilan tag'in bizni mamnun qildingiz. Uyingizni aslzoda baronlar obod qilib turganda xonim, sizni mamnun qilmoq bizga yo'l bo'lsin. To'g'ri, to'g'ri. Tashakkur. Mayor von Walter efendi ham o'z oliy marhamatlari bilan ora-sira bizni quvontirib turadilar. Ammo biz bunga taltayib ketib, hech kimni o'zimizdan past tutmaymiz. Xo'sh, mening bo'lmish yoki bo'lajak xotinimni qimmatli sog'lig'i nechuk? Bilasizmi xonim, men bugun Mamzel Luiza xonimni ko'ra olaman degan umiddaman. Kechirasiz, sekretar efendi. Hozir u ibodatxonada. Ibodatxonada? Shunday. Voh, voh, voh! Qanday ulug' gap xonim! Bilasizmi, mening bo'lajak xotinim iymonli, taqvodor xotin bo'lar ekan. Ishoning, boshim ko'kka yetdi. Sekretar efendi, axir bitta qizimizni sho'rpeshona qilib qo'ya olmaymiz axir. Bu bilan nima demoqchi bo'lyapsiz? Shuni demoqchi edimki, Xudo buyursa qizim shuhratli boy xotin bo'ladi. Xonim, men bir so'zli odamman. Qizingizga o'z qo'limni tutishim muhrlangan vasiqaday gap. Bilasiz, graf meni juda ham yaxshi ko'radi. Agarda men xohlasam, bundan ham yuqoriroq martabalarga erishishim mumkin. Ko'ribsizki, Mamzel Luiza to'g'risidagi fikrlarim juda ham jiddiy. Mana shunday bo'la turib, allaqanday bir duvargan bo'yningizni puch-yong'oqqa to'ldirib qo'ygan bo'lsa. Sekretar efendi, bultur kuzakda sizga nima deb javob bergan bo'lsak, hozir ham javobimiz o'sha. Mayor von Walter efendining ham degani degan. To'xtang! Shoshmang! Yaxshilab o'ylab ko'ring. Ferdinand sizning yakka-yu yagona o'g'lingiz. Uning baxti sizning baxtingiz. Qani aytingchi, sizning nasabingiz, martabangiz Xudoning irodasiyle shu ikki qalb uchun yaratilgan ilohiy ishqdan ustunroqmi? Bu bo'lmagan gap. Qanday qilib zoti past bir qizni deb butun boshli umringiz davomida qilgan orzularingizni chippakka chiqarsangiz, axir siz butun boshli nasabingiz, mansablaringizni ishga soling. Ularning birlashishiga yo'l qo'ymang. Yaxshi. Shu gunoh bir yoqlik qilaman. Janobi oliylari, yolg'iz shuni unutmasinlarkim, mayor mening hazratimning o'g'illari bo'ladi-ya. Xotirjam bo'ling, Vorum. Aytganda, Eshitdim. men sizga ko'p sirlarimni ishonganimdan aytganman. Agar biror yerda og'zingiz bo'shlik qilib, gullab qo'yguday bo'lsangiz, Janobi oliylari,
unda men tomonidan amalga oshirilgan qalbaki hujjatlarni ochib tashladilar. Yaxshi. Boring. Bosh ustiga. Janob, Ferdinandni chaqir. Chaqirtirgan ekansiz, ota. Ferdinand, keyingi paytlarda men sening yurish-turishingga sinchiklab qarayman. Ammo sendagi meni quvontirgan ilgargi ochiq chehrali yigitlikni ko'rmayman. Mendan qochasan. O'z yoru do'stlaringdan qochasan. Bor qayg'uyingni menga bag'ishla, jon o'g'lim. Baxt saodating to'g'risida o'ylashga menga ruxsat ber. Va men chizgan chiziqdan chiqmaslikka harakat qil. Qani. Yana qol o'g'lim. Bugun juda rahmdilsiz, ota. Mug'amba. Bugun tabing ancha tirriq. Ferdinand, men kim uchun Gersekning yuragiga xavfli yo'l solib bordim? O'z vijdonim bilan Xudo o'rtasidagi birlikni kimni deb tamomila xarob qildim. Mana bu mansabni kim uchun tayyorlab qo'ydim? Parvardigorga qasamyod qilib aytamanki, bu qonli jinoyatlardan oqlanmoq uchun sizga bir bahona bo'lgandan ko'ra, sira tug'ilmaganim yaxshi emasmidi? Nima? Ferdinand, nimalar deyapsan? Hali mening uyqusiz tunlarim, sen uchun chekkan g'am qayg'ularim evaziga qaytargan yaxshiliging shumi? Xudoning qahru g'azabi men gunohkorning boshiga yog'sa yog'ilarki, ammo sen qilcha g'am yemay baxtingni topasan. Merosga jinoyatning dog'i tegmaydi. Ota, menga bunday merosni keragi yo'q. Bunday merosdan tantanali ravishda voz kechgun. Agarda hamma narsa sen aytgancha bo'lganda edi, butun umr surinib, tuproqdan bosh ko'tarolmagan bo'lardik. Har holda bu toju taxt oldida suringandan ko'ra yaxshiroq. Boshqalar butun kuch-quvvatini sarf qilib yetolmagan mansab martabaga sen xuddi tushingda ko'rgandek o'ynab kulib ega bo'lding. 12 yoshingda tirabishik bo'lding. 20 yoshingda mayyorsan. Ajoyib. Kelajaging porloq. Ferdinand, nahotki mana shu narsalar ham seni asir eta olmasa? Aslo. Aslo. Yo'q, ota, yo'q. Siz aytgan o'sha shon shuhrat, mansab hammasi fitna fasod degan jirkanch joylarda o'zini yuzini ko'rsatadi. Mening baxt haqidagi tushunchalarim o'zgacha. Bilasizmi? Men baxtni qanday tasavvur qilaman? Qoyil, misli yo'q so'zlar. Faqat afsuski, siz bergan bu darslarning duru gavharlarini terib olishga oshini oshagan, yoshini yashagan 50 yillik boshimiz yaramay qoldi. Lekin bu duru gavharlar bekorga ketmasin uchun yoningga bir shogird topib qo'ydim. Ota, bugunoq nikohga tayyor bo'lishing kerak. nima? Qulluqlaring kerak emas. Nomingan Milford xolimga xat yubordim. Hozirroq uning oldiga borasan. Nima? Milford? Lady Milford.
o'z iffatini sotib, saroyda izzat topganga uylangan o'g'il uchun qanday ota bo'lmoqlikni istaysiz? O'g'lim, agarda u 50 yashar kishiga tegishga rozi bo'lganda edi, o'zim ham jon deb sovchi qo'ygan bo'lardim. Lekin sen shunday yaramas otaga o'g'il bo'lishni istarmiding? Yo'q! Aslo! Aqlingni yedingmi? Qaysi aqli raso odam shunday yuksak sharafga intilmas ekan? Gapingizni tushunmadim. Aslo tushunmadim. Siz buni sharaf deb bilasizmi? Sharaf deb bilasizmi? Bir ko'chaga zor bo'lsa ham, ammo xotining nomusiga ega bo'lgan bir kosibning yuziga qanday qilib qarayman axir? Ko'chaga qanday qilib chiqaman? Qanday qilib chiqaman? Saroyda izzat topgan o'sha buzuq ayolning yoniga qaysi yuz bilan boraman axir, ota? Barakalla. Valla o'g'lim. Ferdinand, men sening tant ekanligingni ko'rdim. Mayli, sen aytgancha bo'la qolsin. Bugun tushda Grafinya Ostgenga uylanasan. O'ylaymanki, bunga sening nomusing qarshilik qilmasa kerak. Haligi ota, Grafinya Ostgen mendan bo'lak har bir insonni baxtli qila oladi. Meni deb g'am chekkaningiz uchun sizga iltifotlar ko'rsataman, ota. Rahmat. Hammasi uchun rahmat aytaman. Lekin Ostgenni sevolmayman, ota, sevolmayman. Mana endi yigitcha ilindi. Afg'onga tushding, yigitcha. Demak, yedigan bosh tortishingga nomusingga emas ekan. Ota, To'xta! Sening borishing xabar qilingan. Hozirroq uning oldiga borasan. Darhol jo'na! yaxshi. Men u ayolning oldiga boraman. Bovsini oynada ko'rganday qilib ko'rsatib qo'yaman. Birdan bir o'g'lingiz muhabbatini poymol qilib, kelishmoqchi bo'lgan vaqtingiz o'g'lingizni badbaxtligiga teng kela oladimi? O'z sevgisini, muhabbatini, sizni arzimagan hirsingiz, nafsingiz yo'lida fido qilsa-yu, siz esa bundan o'zingizni baxtiyor his etsangiz. Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Hechanda mayor efendi, men tashrifingizdan judayam shodlandim. Bu gul mengami?
Tashakkur. Men otamning buyrug'i bilan keldim bu yerga. Men u kishidan ko'p minnatdorman. U kishini aytishiga qaraganda biz ikkimiz kuyov bilan qallig'imiz. Hali bu o'z qalbingizning aytgani emasmi, mayor afandi? Odatda o'z manfaatlarini o'ylaganlarni yurak bilan ishi bo'lmas ekan. Otangizning aytganlariga sizning hech qanday qo'shimchalaringiz yo'qmi? Bor, Eshiting. bor xonim. Men barchasini aytaman. Demoqchi bo'lganim, bu so'zlar menga bu yerda kerak emas. Balki barcha yo'q so'zlarim sizga qarshi. Bu bilan nima demoqchisiz, mayor afandi? Bu meni yurak so'zim xon. Mayli. Bu gaplarni bir chekkaga qo'yaylik. Bizni bir-birimizga ro'baro qilgan sabablar o'zimni yurak sirlarini aytishga imkon beradi. Gapiring. Men bir narsaga tushunmayapman. Xo'sh. Shunday go'zal, latofatli ayol. Davom eting. Siz o'zingizni Britaniyalik deb aytgandingiz, a? Dunyodagi eng buyuk davlatlardan biri. Britaniya tomirlarida oqayotgan qon qanchalik toza bo'lsa, Britaniya qizining yuragi shunchalik bachkana yoki buni ayollik orzusi ansh deb bilsa bo'ladi. Ferdinand. Bunday gaplarni birinchi marotaba yuzimga solgan siz bo'ldingiz. Bularga javobni ham yolg'iz o'zingizga aytaman. Siz qo'limni rad qilyapsiz. Buni kechiraman. Qalbimni xo'rladingiz. Buni ham unutaman. Kimki uni o'zini bir kechada yo'q qilib yuborishga qodir bir ayolni shunday yurak yutib haqorat qilgan ekan. U uni ko'nglini gaplarini ham shunday qabul qilmoq kerak. Meni pok ruhim bunday haqoratlarga javob beradi. Eshiting, Ferdinand. Men Angliyalik ekanligimni, Shotlandiyalik Mariya yo'liga qurbon bo'lib ketgan Thomas Norfolk avlodi ekanligimni sizga maqtanib aytsam bo'lar. Otam Fransiya bilan xoinona til biriktirishda gumondor bo'lib boshi kesildi. Otam qatl qilingan kunda onam vafot etdi. Mol mulkimiz esa musodara qilindi. Men esa enagam bilan Germaniyaga qochdik. Pulsiz, non-nishonsiz, kasal bir musofir qiz bo'lib Gamburgga keldim. Qo'limning bir ishorasi bilan o'nlab yugurdaklarni ishga solishga juda mazaxo'rak bo'lgan edi. 6 yilni yig'lab siqtab o'tkazdim. Enagam o'ldi.
o'sha paytlarda gersigingizni Gamburgga yetkazdi. U meni Elba daryosi bo'yida ko'rib, oshiqu beqaror bo'ldi. Seni sevaman deb ont ichdi. Oyoqlarimga yiqilib yalinib yolbordi. Bir zumda go'zal yoshligimning suratlari ko'z o'ngimda bar-bar yonib jonlanib ketdi. Qorong'u kelajagim esa qora ko'rday qo'rqitdi. Men rozi bo'ldim. Rozi bo'ldim. Gersik meni bu yerga keltirgach, qo'rqinchli tomoshalarni ko'rdim. Ko'z o'ngimda yigitlar bilan qizlarni bir-birlaridan judo qilardilar. Hatto muqaddas nikoh iplarini uzardilar. Men bunday qo'rqinchli tomoshalarga xotima berishga o'zimga qasamyod qildim. Men qorong'u zindonlarning eshiklarini ochdim. Nohaq o'lim hukmlarini kamaytirdim. Toptalayotgan nomuslarni saqlab qoldim. Ferdinand, bilsangiz edi, bular menga qanchalik lazzat berar. Ferdinand, shuncha tortgan azoblarimni siz unuttira olasiz. Muqaddas ishqingiz bilan siz meni mukofotlay olasiz, Ferdinand. Xonim, Xudo haqqi. Ferdinand, siz bu ko'z yoshlarni naqadar achchiq ekanligini sezishingiz kerak. Ishq bilan to'lgan ko'ksingizga, muhabbat bilan to'lgan ko'ksini bosmoqchi bo'lgan bir bechora ayolga nahotki rahmingiz kelmasa, bu bechora bugun butun ayblardan yuz o'girib yaxshi yo'lga intilsa-yu, uni qutqarib qolishingizni, ham to'g'ri yo'lga boshlashingizni so'rab iltijo qilsa-yu, siz uni ko'ksingizdan itarsangiz, Yo'q. Ferdinand. Xonim, Xudo haqqi, men unday qilolmayman. Yo'q, men so'z berib qo'ygan. To'g'risi, men sizga to'g'risini aytishim kerak. Xonim, sizga bo'lgan fikrim boshqacha. Men sizni o'z nafratimga loyiq ko'rganman va buni kutganman. Ammo yanglishgan ekanman. Hozirgi aytadigan gaplarim sizga bo'lgan haqoratlarni kechirishingizga bir iltimos bo'ladi. Men past tabaqadan chiqqan Luisa ismli qizni chin yuragimdan, qalbimdan, vujudim bilan sevaman.
qanday yo'lga qadam qo'yayotganimni yaxshi bilaman. Ferdinand, siz meni ham, o'zingizni ham, yana uchinchi odamni ham qurbon qilasiz. To'g'ri, biz bir-birimiz bilan baxtli bo'la olmaymiz. Lekin otangizning shoshqinligida qurbon bo'lamiz. Nahotki noilojlikdan menga o'z qo'lini tutgan kimsaning qo'liga ega bo'lolmayman. Ferdinand, siz otangizga qarshi turing va muhabbatingiz uchun kurashing. İşin chuvi chiqdi. Nima bo'ldi? Otamning qanday qilib graf bo'lganligini butun shaharga yo'yaman deydi-ya. Yo'q, zo'rlik hamisha xayolparast kishilarni azoblantirgan-ku, janob olilari. Men bu rejalarimga butun umidlarimni bog'lagandim. Agar qiz sharmanda qilinsa, u ofitserlik g'ururi bilan qizdan aynib ketar deb o'ylagandim. Janob, bu ishni o'sha sharmandagarchilikka olib borish kerak edi. Bilmadim. Qancha urinsa ham baribir u bu ishni qilmasdi. Yo'q, janob, yo'q. G'azabga kelgan oshiq hamisha bundan norozi bo'ladi, bilsangiz. Mana, mayor sizni bu xilda yurt so'rashingizni ko'rib, hamisha bundan norozi ekanligini o'zingiz aytgansiz. Balki o'g'lingiz bo'lganligi uchun shu paytgacha o'z tilini tiyib kelgandir. Janob, agar uni ishqini bo'g'ib boraversangiz, haq va adolat yo'lida sizni o'z otasini qurbon qilish darajasiga borishi mumkin. Nimalar deyapsiz, Vurim? Siz meni dahshatli choqqa olib ketayotirsiz. Janob, men o'sha choqdan sizni qutqarmoqchiman. İcazat bering, ochiqroq gapirishimga ijozat bering. Gapiring. Janob, nega ota bo'la turib o'g'lingizga ishonch tug'dira olmadingiz? Ha? Siz bu ishda qiz tomonda turib aralashganingizda edi, o'g'lingizni sizdan ko'ngli qolmagan bo'lardi. Voy janob, hali ham kech emas. Oshiq bilan olishmangiz. Undan ko'ra mana menga imkon bering. Uning ishq alangasiga qurt paydo qilaman. Toki bu qurt uning o'z go'shtini o'zi yesa. Xo'sh. Qanday? Mayor afandi, sevgida qanday bo'lsa, rashk masalasida ham xuddi shunday qo'rqinchli kuchga ega. Buni oshirib toshirish uchun zig'irday xamir turish bo'lsa bas, janob.
O'sha zig'irday xamir turishni qayerdan olamiz, burim? Qayerdan topamiz? Janob oliylar, sizga meni bir savolim bor. Ledi Milford to'g'risidagi rejangizni amalga oshirish siz uchun qay darajada ahamiyatga ega? Agar Ledi bilan nikoh bo'lmasa, men butun nufuzimni, butun ta'sirimni yo'qotgan bo'laman. Janob oliylar, janobim, unda menga quloq solingiz. Biz mayorni hiyla tuzog'iga ilintiramiz. Xo'sh, Bu uchun bizga boy, kelishgan va bir ahmoqroq odam kerak. bor. Xuddi shunday odam bor. Gof marshal fon Kal, xo'sh, keyinchi. Janobim, men qizni ko'ngliga qo'l solib ko'rganman. Uni ikki nozik nuqtasi bor. Biri otasi, biri esa mayor. Mana shularni qurol qilib, uni vijdonini zabt etish mumkin. Chunonchi Qizni uyida bo'lib o'tgan voqeani menga gapirib bergan edingiz, janobim. Gerskning eng yaqin odamini haqorat qilish, A'lo hazratlarini haqorat qilish bilan teng, janob. Mana shunday bir do'q bo'lsa bilan uni ignani teshigidan o'tkazaman. Butun bir oilani qiyin ahvolga solib qo'yaman. Birinchi galda uning otasini qamaymiz. Yana ham qo'rqitish uchun uning onasini qamaymiz. So'rchinoyoqlar, dobyog'ochlar, umr bo'yi zindonga tashlash to'g'risida gapiramiz. Hali bunday maxluqni dunyo bungacha ko'rgan emasman. Qarang, yaplari chiqqan, ko'zlari dahshatli, ishi esa qora yovuzlik. Xudoning o'zi ham shunday bir maxluqni yaratib qo'yib, hayratdan g'azablanib, uni bir burchakka itqitib qo'ygan bo'lsa ajab emas. Bunday marazni ko'nglini qo'lga olish judayam oson. Bechora, judayam past hunaring bor ekan. Boshqalarni baxtsiz qilish evaziga baxtli bo'lish. Bundan ham xunuk, bundan ham jirkanch narsa esa boshqalarni badbaxtligini xabar qilib qarg'adek qag'illash. Yuraklari qonga belangan temir qisqichlar orasida qanday tipirchilashini tomosha qilish. Bu hunaring bilan hech qachon baxtli bo'la olmaysan. boring. Janob, Mana bu qamoq to'g'risidagi maktubni darhol politsiyaga yuboring. Luisa! Ferdinand! Ferdinand, sen yonimda bo'lsang, meni halol qilmoqchi bo'lgan chuqurchanlar ko'zimga ko'rinmay qoladi. Sen ketganingda esa bu jarlar yana paydo bo'ladi. Undan shuhrating, sening otang ham o'zimning g'aribligim ko'rinadi. Ferdinand, qanday qo'rqayotganimni bilsang edi. Qo'rqaman deysanmi? Qo'rqaman deysanmi, Luisa?
Qo'rqaman bunga jonim. Kim ikki sevishgan qalblarni bir-biridan judo qilavergan. Meni sevmay qolishing xavfidan bo'lak boshqa hech narsadan qo'rqma. Meni ko'nglim kecha qanday bo'lsa, bugun ham xuddi shunday. Mayli oramizda tog'lardek to'siqlar bo'lsin. Ular menga zinapoyalik vazifasini o'taydi. Men ul zinapoyalardan Luisamning oldiga ko'tarilaveraman. Ferdinand, shu gaplarni qo'y. Endi yorug' kunlar kelishiga ishonmayman. Nega bunday deysan? Meni umidlarim yana kuchaydi. Otam g'azablangach, butun kuch-quvvatini bizga qaratib solyapti. Bizning muhabbatimiz g'alaba qozonishi kerak ekan. Bu to'siqlarni yengmasdan iloji bor. Yo'q albatta. Men bor, sen bor, muhabbatimiz bor, Luisa. Butun dunyo shu uch narsaning ichida emasmi, Luisa? Yetar. Voy, Gapirma. So'zlaringdan yuragim dir-dir titraydi. Luisa. Bu ko'zlar xoh Reyn daryosida, xoh Elbada. Qayerda bo'lsa, o'sha yurt mening vatanim. Seni bu xumor ko'zlaring ming yillar uchun bir dostondir, Luisa. Sening sevgidan bo'lak vazifang yo'qmi? Bor, Luisa. Senga osoyishtalik berish mening oliy vazifam. Luisa, kel bu yerlardan bosh olib uzoqlarga ketamiz. Ketamiz. Ferdinand, lekin mening otam bor. Uning yolg'iz qizidan bo'lak hech kimi yo'q. Agar biz ketsak, bechora otam grafning azabiga duchor bo'lsa-chi? Yo'q. Agar mening baxtli bo'lishim uchun otamni qurbon bo'lishi kerak bo'lsa, u chog'da men sendan voz kechmoq uchun o'zimda kuch topa olaman. Rostdan aytyapsanmi? Ha, mening burchim qolishga va otamga g'amxo'rlik qilishga majbur etadi, Ferdinand. Sen boshqa birovni topib olganga o'xshaysan. Mayli, shu fikringizga qoling. Zora qayg'ularingizni biroz bo'lsa ham yumshatsa. Luisa, agar mabodo biror nimani bilib qolguday bo'lsa, seni ham, o'sha o'ynashingni ham hech qo'ymayman. Ferdinand, bizning muhabbatimiz hayotdek qizg'in, samo kabi bepoyon-ku. Bu muhabbatimizni o'zimizga munosib juftliklarga hadya qilganimizda edi. U juftliklar eng baxtli kishilarga ham sira hasad ila qaramas edi. Luisa, biz biroz qizishib ketdik. Meni kechir. Mana bu pullar senga. Mayli. Sen aytgandek bo'la qolsin. Otangni ham birga olib ketamiz, maylimi? Men bugun borib
barcha qimmatbaho narsalarimni pul va kechga yaqin seni arava bilan kutaman. Sen ham tayyor, maylimi? Faqat tezroq. Tezroq, men albatta tezda qaytaman. Ferdinand, to'xta. Tezda qaytaman. Ferdinand, to'xta, Ferdinand. Otam bilan odam qayerda qolishdi ekan? Otam bir necha daqiqadan keyin qaytib kelaman degandi. Kechingiz xayrli bo'lsin, xonim. Yo Tangrim, kim bu? Qanday qo'rqinchli. Kech bo'lganda sizni bezovta qildim. Aybga buyurmaysiz. Meni otangiz yubordilar. Otam qayerda? Xudo haqqi, tezroq aytsangizchi. Xonim, bilishni istasangiz, otangiz Avaqtada? Nega? Nima uchun? Gersik eng yaqin vakili orqali haqorat eshitgani uchun boshqalarga o'rnak bo'lsin deb otangizga qattiq jazo berishga qaror qildi. Yo Tangrim, menga shu ko'rgilik ham bormidi? Ishonch umidimni barbod qilma. Ferdinand nima qilar ekan? Xonim, Ferdinand yo Lediga uylanadi yoki oqpatar bo'lib butun merosdan mahrum bo'ladi. Shunday bo'lsa ham u mendan baxtliroq. Ferdinand o'z otasidan ayrilmaydi. Onam qayerda? Xonim. Bilasizmi, onangiz zindondalar. Zindonda? Ha, zindonda. Onam zindonda. Otam avaqtada. Ha. Endi bo'ldi. Endi tugadi. Men shodlikdan, umid armondan, hammasidan ayrildim. Ehtimol tag'in sizda yangi gaplardan bordim. Xonim, nima bo'lganidan o'zingiz xabardorsiz. Ammo nimalar bo'ladi? Men bilmayman-ku. Xonim. Meni yanchib tashlaydigan hamma yuklaringizni kimga ag'daring, ayting. Xonim. Sud qilinsa kerak. Yo'q. Sudda yoki o'ladi yo qoladi. Yaqqol qilib aytganda butun mamlakat bo'ylab sazoyi qilinadi. Onangiz esa bir umrga zindonda qoladi. Rahmat. Bu tentak qiz nima qilmoqchi? Yana bir ishning boshini tutmasin. Kechirasiz afandim, men ketishim kerak. Xonim, kech bo'lganda qayoqqa borasiz oshiqib? Gersik oldiga bormoqchiman. Nima uchun kulayotganingizni bilaman. Men u yerga shafqat so'rab bormoqchi emasman. Nola faryodim bilan uning joniga tegmoqchiman. Boring xonim, boring. Gersik sizga muruvvat qiladi. Faqat tekinga emas. Tekinga emas. Ha? Gersik o'z shafqat muruvvatini necha pulga sotadi? Arz bilan borgan mana shunday bir go'zal qizning bahosi bo'lsa kerak. Yo Tangrim. Xonim, otangizni qutqarish uchun lozim bo'lgan to'lovga og'irmasangiz kerak, ha? Otajonim, sen Xudoning o'ziga omonatsan. Qizing sharmanda bo'lishdan ko'ra sening yo'lingda o'lishga tayyor. Xonim, otangiz menga mening Luisam meni tiriklayin go'rga tiqdi. Endi o'sha go'rdan ham chiqaruvchi uning o'zi bo'ladi degan edi. Mayli, bu gaplaringizni borib tezda otangizga yetkaza qolay. Kechingiz xayrli bo'lsin. To'xtang. Shoshmang. Maslahat bering. Nima qilishim kerak? Maslahat? Faqat birgina yo'li bor.
Bu siz uchun juda ham oson. Ferdinandni o'z holiga qo'ysangiz bo'lgani. U qaytmaydi. Men uni qanday qilib yomon ko'rishga majbur eta olaman? Xonim, marhamat. O'tiring. Niyatingiz nima? Xonim, men sizga yordam bermoqchiman. Mana qog'oz, mana siyoh. Yozing. Nima yozaman? Kimga yozaman? Otangizni jallodiga. Yo Tangrim, yo Tangrim, yozma. Yoz. Yozma. Yoz. Yozma. Yoz. Yozma. Yoz. Yozma. Hurmatli janobi oliylariga. Yoz. Yozma. Kimga bu xat? Xonim, otangizni jallodiga dedim-ku. Yo Tangrim, yo Tangrim. Og'ir 3 kun bo'ldiki, juda ham og'ir 3 kun mayor bilan ko'rishganimiz yo'q. Xat kimga? Otangizni jallodiga dedim-ku. Mayordan ehtiyot bo'lingiz. U meni tunu kun arvoh kabi ortimdan poylab yurdi. Nima qilsangiz qiling. Men yozmayman. İxtiyor o'zingizda xonim. Faqat otangizni Otam. Bechora otam. Tabiiy muhr degan narsa yuraklarimizni zanjirdan ko'ra qattiqroq bog'lab turadi. Endi men uchun baribir. Ayting, yozaman. Bu do'zax makrlariga bardosh qilaman. ko'lanka singari tunu kun ajralmay poylab yuradi. Kecha uyimizga graf kelgan edi. Ko'ngilchang mayor meni nomusimni shunday himoya qildiki, ko'rsangiz kulgingiz keladi. Men kulib yubormaslik uchun hushimdan ketgan bo'ldim. Ertaga u xizmatda bo'ladi. Meni oldimga kelib ketganidan so'ng va'dalashgan joyimizga keling. Sizni sevguvchi Luizangiz. Hammasini yozdingizmi xonim? Faqat manzili qoldi. Ha, manzili graf Gof Marshal von Kalb afandiga. Bu sharmanda xat mening qalbimda qanchalik yod bo'lsa, bu nom ham menga shunchalik yod. Oling. Men o'zimni, toza nomimni, Ferdinandni, butun baxt saodatimni sizga topshirdim. Endi bir gadoman, gado. Xonim, bilasizmi? Ochig'i, siz haqingizda juda ko'p qayg'uraman. Achinib ketaman. Xonim, Bo'ldi. Gapirmang. bordi-yu. Bu nozik qo'lchalarni xohlab qolsam, siz bunga nima degan bo'lardingiz? Jonim Luiza! Seni birinchi nikoh kechasidayoq bo'g'ib o'ldirardim. Endi ishing bitganda Yana jinda ishimiz qoldi. Siz hozir men bilan ibodatxonaga borasiz. Bu xatni o'z ixtiyoringiz bilan yozganligingiz haqida qattiq qasamyod qilasiz. yo Tangrim, bu iblis ishlariga sen ham o'z muhringni bosasanmi? Bosasan.
ishonma. Ishonma. Ishonsang sen o'zingni ham, muhabbatingni ham vayron qilasan. Ferdinand, o'z qalbingga quloq sol. Axir u qiz uchun butun dunyoingdan voz kechmoqchi eding-ku. O'z qalbingga quloq sol, Ferdinand. Quloq sol. Qanday qilib? Agar u qizning gunohsiz ekanligiga Xudoning o'zi ham guvohlik bersa-yu, lekin imzo Luizaniki-ku. U hali odam bolasi ko'rmagan shunday bir yolg'onki, bunga chidash oson emas. Sen bundan qutulmog'ing kerak. Qutulmog'ing. O'z qalbingga quloq sol, Ferdinand. Otajon! Siz haq ekansiz. Sizni qattiqqo'lligingiz bekor kelmas ekan, ota. O Millerning qizi! Millerning qizi! Tillangizga qoyil qolmasdan ilojim yo'q bo'rim. Rejangiz ishlar. Endi hammasi biz aytgandek bo'ladi. Meni birdan bir maqsadim sizni ichini suymagan kelindan qutqarish edi, janobim. Bu xizmatlaringiz uchun sizning ham uylanishingizga bosh qo'shsam arziydi. Qo'la o'lgunimcha xizmatingizdaman, zoti munavvarlari. Zoti munavvarlari. Janob, Nima gap? Ledi Buyurford mamlakatni tark etibdi. Nima? Mamlakatni tark etdi? Shunday. Nega? Nega tark etadi? Janob oliylar. Ledi Buyurford. Janob oliylar. Janob oliylar. To'xtangizlar. Bu yerda ham yo'q. Hamma ko'chalarni qidirdim. Barcha tanishlardan so'rab chiqdim. Qizim hech qayerda yo'q. Uni hech kim ko'rmagan. Qizginam, ovunchog'im qayerdasan? Bechora ota, ertalabgacha sabr qil.
balkim biror yerdan daragi chiqib qolar. Sening bu ishing tuzuk, bechora ota. Ayriliqqa oldindan o'rganib tur. Sen şu yerdamiding? Xayriyat shu yerda ekansan, qizim, qizginam. Nega yolg'iz o'zing qorong'ilikda o'tiribsan? Axir faqatgina qorong'ilikni yaxshi ko'rgan boyqushlargina qorong'ilikda yolg'iz o'tiradi-ku. Men boshimdan oxir bir kurashni kechirdim, otajon. Sengiz yaxshi bilasiz. Bu kurashda yo'l topdim, otajon. Luiza, bundan ko'ra urib zorxon chekkaning yaxshi edi. Meni ko'nglimni biroz yumshatgan bo'larding. Otajon, ular o'z aldovini qasam bilan uqtalab oldilar. Quloq sol Luiza. Endi seni oshig'ing yo'q. Ammo seni baxtiyor etadigan otang bor. Tangrimga bedat shukrlar bo'lsinki, mendek bechora bir faqir otaga shunday farishta bir qiz berib qo'yibdir. Qizginam. Biz bu yerdan ketamiz. Ketamiz. Seni nomingni yomonga chiqargan bu shaharni tark etamiz. Sen qayoqqa desang, o'sha yoqqa jo'naymiz. Qizginam, oqchog'im, ovunchog'im, oppog'im. Qizginam, hamma joyda ham Tangrim rizqimizni beradi. Meni musiqamni eshitadigan quloq hamma joyda ham topiladi. Qizginam. U keldi. Uning o'zi keldi, otajon. Qani, nima? Salom. Xudo haqqi, nega bu yerga keldingiz Mayor? Sizga nima kerak? Bir paytlar bor ediki, meni kelishimni soniyalar bilan kutar edingiz. Bu kelishim bilan nechun sizlarni bezovta qildim? Keting Mayor, keting. Agar sizda zarracha odamgarchilik bo'lsa, agar siz o'z so'zingizni aytganda yaxshi ko'rgan qizingizni o'ldirmoqni istamasangiz, bir daqiqa ham bu yerda to'xtamang. O'tinaman. Yolboraman. Xudo xayringizni bersin, keting. Qaytib bu dargohga qadam bosmang. Yaxshi. Ilgari shodonlik, xushliklik makoni bo'lgan xonadonimga g'am-g'ussa keltirdingiz. Yo'q, bu ham sizga kamlik qiladimi? Odamlar vabodan qirilayotgan mamlakatni ham tinch mamlakat deyishadi. Men ham xuddi shunday. Biroz tobim yo'q menga. Menga sharbat olib kela olasan, Luiza. Iltimos. Biroz mehmon bo'lib ketaman men. Mayor efendi, agar men chin ko'nglimdan sizga achinganimni aytsam, balkim qayg'ularingizni biroz yengillatgan bo'larman. Meyler. Axir bizlar shartlashgandik. Darslarimiz xilvatda bo'lsin. Men sendan shunchaki skripka chalishni o'rganmoqchi edim. Taqdir menga qizingni ro'baro qildi. Misli aql yetmas o'yinlarga Sodiya.
ketchi. Men sendan qarz so'radim. Kerak emas, shart Mana bu- emas, mayor efendi. Mana Shart bu- emas, kerak emas, kerak emas. Olaver, Milla. Mana Kerak bularning emas. hammasi seniki. Olaver. Hammasi senga. Yo marhamatli Tangrim. Axir bu kumush emas, oltinning o'zginasi-ku. Ha, bu oltin-ku. Yo'q. Mayor efendi, siz bular bilan meni qo'lga tushira olmaysiz. Yo'q. Milla. Nima ichib olganmisan? Qachongacha bu puchak pullarni ko'tarib yuraman? Olaver, hammasi senga. Tangrim. Olaver. Axir bu oltin-ku. Mayor efendi, hozirda bu pullarni halol ishlab topish nihoyatda qiyin. Demak bu pullar meniki. Bu pullar meniki. Mayor efendi, agar siz fuqarodan chiqqan oddiy odam bo'lganingizda, men qizimni jon deb sizga bergan bo'lardim. Ha. U mening yolg'izim. Ko'zimning oq qorasi. Gap pulda emas. Men bir dona kartoshka yesam ham qornim to'q bo'ladi. Bunchalik bo'lsa, o'lgunimcha kiyaman. Faqat tirsagidan kun ko'rinmasa bo'lgani. Bularning men uchun ahamiyati yo'q. Ammo bu pullar qizimga kerak. Uni ko'zlariga qarab, ko'nglidagi havaslarni payqayman. Mana endi bunda hamma narsa bo'ladi. Mana endi bunda hamma pullar uniki. Esa mening otalik yuragimni butkul o'zinik qilib olgan. Butun mehrimni shu qizimga qo'yganman. Esa Melike, sendan bir iltimosim. Menga bir xizmat qilib bera olmaysan? Men xizmat bo'lsa ham tayyorman, mayor efendi. Men ayni paytda uydagilar ovqat qarshisida kutib turgan bo'lsa kerak. Ovqatga sira ham tobim yo'q. Borib ularga meni nomimdan uzr aytib kela olasanmi? Graf oldiganmi? Otamni oldiga borish shart emas. Biror xizmatkorga aytsang bo'ldi. Ha. Qara. Ishonmasalar mana buni berasan. Ha. Iltimos. Ungacha men shu yerda bo'laman. Yaxshi. Iltimos. Yaxshi mayor efendi. Men tezda qaytaman. Tezda qaytaman. Hop, mayor efendi. Men tezda qaytaman. Tezda. Hop. Rahmat Milla. Rahmat. Hop, qaytaman tezda. Bu cholni shu skripkasi va qizidan bo'lak hech narsasi yo'q. Sen bo'lsa shuni ham o'g'irlamoqchisan-a? Ferdina, bu fikringdan qayt. Nahotki makrning hiylasiga uchisan. Bu fikringdan qayt, Ferdina. Bu bo'lmagan gap. Qanday qilib shu qiz otasini baxtli qila olsin? U otasini ham zaharlamasdan burun sen uni yanchib tashlashing kerak. Mana sharbatingiz ichingda. Bu yerdan keting. Tentakkilar. Duygusan. Men senga xushxabar olib bizni muhabbatimizga to'g'anoq bo'lgan Ledi Milford mamlakatni tark etdi. Tark etdi. Otam men talagan qizga rozi bo'ldi. Rozi bo'ldi. Bizni baxtli do'stimiz ko'rdi. Bu esa tushunyapsanmi? Men va'damdan turdim. Va
nikoh marosimiga olib ketar ekan. Qani bo'ldi. Aldangan, yakson bo'lgan umidlarimni masxara qilishingiz menga og'ir. Ishonmayapsan, ha? Ishonmayapsan. Nechun mening rafiqamning yuzlarida tabassum yo'q? Ajab. Mening so'zlarimga ishonch shunchalik kam bo'lsa, demak bu yerda yolg'on, pul singari bo'lmoqda ekan. Yaxshi. Meni so'zlarimga ishonmayapsan. Unda mana bunga ishonarsan. Ana. Uning yuzlari oqadi. Yanog'dagi qizilliklar o'ziga shunchalik yarashmayaptiki, oqarganidan yuzi xuliklashib ketdi. Uning asl yuzi mana shu. Bu xat bo'z egasiga yetib bormoqda. Tasodif qanchalar ulug' narsa. Tangri haqqi hurmati. Luiza, bu xatni sen yozdingmi, ha? Sen yozdingmi? ha, men yozdim. Yo'q. Men yozgan emasman, demak. Yo'q. Men bunga shunchaki ko'zlarimni, quloqlarimni ishontirgan bo'lardim. Yo'q. Tangrim haqqi hurmati. Ferdinand, men yozdim. Axir sen meni baxtim. Sen meni muhabbatim eding, Luiza. Endi qaysi yuz bilan mening yuzimga qaraysan? Men sizga iqror bo'ldim. O'zim qoraladim. Sizni shunchalik baxtiqaro qilgan. Bu uydan keting. Ha. Baxtiqaro qilgan uy. Ha. Baxtiqaro qilgan uy. Ammo bir paytlar men bu yerda baxtli edim. Ha, baxtli edim. Bu yerda skripka chalardik. Bu yerda birga kitob o'qirdik. Bu yerda birga raqsga tushardik. Ha, raqsga tushardik. Zulmatga yorug'lik olib kirguvchi oy nuridek edi u damlar, Ferdinand. Sizga va'da qilgan hamyonni tikib tugatdim. Ko'rishni istaysizmi? Luiza, kel. Ilgaridek men bilan raqsga tush.
Şefkat. Şefkat. Seni labari. Boşsaların yapışırlar. Tutup koysun. Sharbat yaxshi. O'sha damlarni eslatgudek. Ferdinand. Endi ikkimiz bir joyda bo'lishimiz kerak emas. Ammo vaqt kelarki, bu kun to'g'risida ko'p o'ylarsiz. Negadir issiq bo'lmoqda. Allaqanday huzursizlik sezayotirman. Sening jasadlaring hammasiga dosh berganda zahardek zaharga nahotki dosh berolmasa? Zahar! Ferdinand! Zahar! Otam! Bechora otam! Ferdinand! O'lim ichgan qasamlarim kesat. Ammo vaqtim oz. Ajaldan najot yo'q. Ferdinand, mana bu hamyonni ol, u meni eslatib turar. Ferdinand. O'lishing kerak. O'lishing kerak. Ammo xavotirlanma, Luis. Men ham sen ortingdan tezda yetib boraman. Ferdinand, balki bu xatni o'qib meni tushunarsan. Odam bolasi bilmagan makr hiyla qalblarimizni bir-biridan judo qildi. Otamni zindon qildilar. Onamni avaqtiga tashladilar. Meni esa tilimni qasam bilan kesdilar. Lekin men tilimni qasam qismaydigan joyni bilaman. Bu yerga borish uchun sen judayam mard bo'lishing kerak. Agar jur'at qilsang, ibodatxonaning qo'ng'irog'i 12 marta boy urganda yo'lga tush. Luisa, yok. Doktor. Yok, Luisa. Luisa. Luisa, yok. Luisa. Ya Tanrım. Muhabbat olmuş ya. Kalbimde
bakır hiylega oshib berganim uchun Meni kechir.